Men o'zim Irkutskgaman hozir. Meni Moskvaga ukam ishlaydi. Hozir mana shu kechaki ayol Samarqandlik bolasini o'ldirib, kallasini ko'tarib yurgan hamma joyga tarqab ketdi-yu. Mashina orqasidan hozir o'rislarning nimasi, politsiyachilari butkul hozir hamma joyda dokumenti bormi, yo'qmi, hamma joyda hozir qiyrab borib tiqayotgan shu o'zbeklarni faqat. Kechagi voqea munosabati bilan bir kechada уже Rossiyada munosabat o'zgardimi o'zbeklarga? Judayam o'zgardi. Hozir mana bugun hozir 2 marta telefon keldi. Ha, nima ahvol dedim. Hozir dedi, nachalnigim aytdi dedi, u traktor haydaydi, mana ko'chani supurib qorlarni kuraveradi, traktor haydaydi. Nachalnik ko'chaga ko'p chiqma. Agar qo'lga tushsang, mana FMSni nimasini hozir prikaz kelgan yuqoridan. Hamma o'zbeklarda olib borib tiqish dokumenti bor, uni bo'lmasa hamma dokumenti bor, u bo'yicha nima yo'q-u, ogohlantiribdi. Nachalnik kelibdi-da, ishga iloji bo'lsa paket chiqmay tur. Butun o'zbeklarda olib borib tiqayotganmish hozir. Menga qarang, bu voqea kecha sodir bo'ldi-da, darrov FMSdan shunaqa buyruq berilibdimi hamma joyga? Endi 7 joyga og'zaki buyruq berilganda, nachalnigi boshlig'i kelib aytibdi, iloji boricha ishga chiqmay, vaqtga chiqma, ustingni qulfni olib, svetni o'chirib, televizor ko'rmay yo'qinglar debdi bolalarga. Bu Moskvada bo'lyapti, shaharda. Shaharda o'zi bo'lyapti. Sizni joyingizda nima bo'lyapti? Irkutskdachi, u yoqlarga yetib bormadimi bu xabar? U juda ham tez yetib keladi. Men Irkutsk shaharda o'ziga ishlashim, men hozir juda uzoqda ishlayman. Sizni yoningizdagi odamlar ham sizga munosabati kechadan beri o'zgardimi shu voqeadan keyin? Nima desam sizga, men hozir o'rmonda ishlayman. Uzoqqa karyergada. Xayolimdagi o'rislarga mansub nimalarda. Lekin yo'q, ular o'zgargani yo'q, ularniki o'zgargani yo'q-da, lekin shaharga endi 2 kundan keyin borib chiqib, chunki mana bu qaytish niyatidaman, bo'ldi, 1 yil bo'libdi meniki. Endi borib, yo bo'lmasa balla menga telefon qilsa aytaman-da. Munosabat qanday bo'lgan Irkutskning o'ziga. Televizor ko'rdingizmi kecha rossa borib olib kelyaptimi shu voqeani vahima qilib? Yo'q, televizorda umuman aytmayapti, faqat internetga. Televizorda umuman bu to'g'risi va ayol to'g'risi aytgan yo'q, faqat men internetdan nima ko'rganlarimni aytaman faqat. Endi o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Bu jinni ruhiy kasal qildimi bu ishni yoki rostdan ham shunaqa bir islomiy davlatga aloqasi bor bir harakat bo'ldimi yoki buni o'sha Rossiyani o'zi uyushtirib, mana shu o'zbeklarni yana bir qamoqqa tiqib, yana chiqarib olish rejasidamikin? Meni o'zimcha o'ylayman, o'sha Moskvadan olgan ma'lumotlarga qaraganda u aslida u O'zbekistonga nimaga turgan ekan deb aytishyapti o'zi uni. Boyaki ruhiy kasallik nimasi dispanseriya uchayotga turgan ayol deb eshitdim men uni. O'zbeklarning ish topishiga, ayniqsa ayollarni mana bu enagalik qilishiga endi rosa xalaqit bersa kerak endi Rossiyada bu gaplardan keyin bolasini birov o'zbekka ishonishga ham qo'rqib qolgandir endi. Hech qachon endi bundan borini ham bechoralar besh qolib ketadi. Birinchidan o'sha siz aytgan boyaki enagalikka ishlayotganlar yo birovga o'xshash bo'lib ishlayotganlar hammasini yoppasiga boyaki uchastkoylar boradi, bizdan chiqaraveradi ularni. Ishdan chiqaraveradi, iloji bo'lsa deport qiladi. Bu turgan gap bu. Endi demak oldin pasport muammosi bilan o'zi ketmoqchi edi o'zbekistonliklar, endi bu yoqdan yana Rossiyadan 2-to'lqinmi, 3-to'lqin bilmayman. Nechinchi to'lqin haydash boshlandida yana bo'lmasami? Yana boshlandi, haydash boshlandi. Endi bilasizki, biz asossimiz hech qachon tarafini olgani mana 12 yil, 13 yildan beri ishlayman Rossiyaga, Moskvaga ishladim ancha yil. Mana hozir 9 yildan beri birga Irkutskgaman. Birontasini tarafini olganini men borib yo'q, eshitganim yo'q-da. O'zbekni tarafini olganini boyaki posolstvoni odamlari, boyaki rahbarlari borib bir o'zbekni tarafini olib, yo bir orqasidan borib so'rab bo'lgan joyini eshitganim yo'q-da, men ko'rganim yo'q-da. Siz yolg'iz emassiz, boshqalar ham ko'rmagan, eshitmagan. Xo'p, endi nima maslahat berasiz mana o'zingizga o'xshab Rossiyada yurganlarga? Endi Rossiyaga yurganlarga nima maslahat beradi? Endi nima? Ha, endi biz pensiyamizga oz qoldi. Endi mana bu yoshlarga juda qiyin-da. Endi hozir O'zbekistonga bo'lganman, O'zbekistonga ish yo'q. Ish joylari ochish. Har yili 1 million ish joyi ochadi, lekin ular qog'ozga ochadi faqat. Aslida yo'q. Asliga ochilmaydi u. Endi hozir mana shu hozir munosabat keskinlashgan bir paytda uydan chiqmay o'tirsinmi endi bular? To bir sal esdan chiqquncha bu voqealar. Ha, endi bir hafta cho'ziladi bu. Boyaki bosti boyaki hammasini borib bosib olib ketaveradi bular. Olib borib spetspriyomga tiqadi, dokumenti bormi, yo'qmi, qo'li quruq barobar yonadi-da. Shu deport boshlanadi yana o'zbeklarga nisbatan deport boshlanadi yana. Vatandoshlarni ogohlantirib qo'yish kerak-da. Hushyor bo'lsin.